Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 25 yanvar. Biz bugun lola gulini, piyozlarini ekmoqchimiz. Bahorda gullatib olish uchun o'zi aslida oktyabr, sentyabr oylarida ekiladi. Oktyabr oyining oxirlari bilan. Biz bu yil yanvarda ekmoqchi bo'lyapmiz. Natijalarni siz bilan bo'lishamiz, hurmatli obunachilar. Tabiiy gullar olamiga xush kelibsiz. Ekishga avvalambor lola piyozini joy tayyorlab olinadi. Mana shunday pushtachalar qilib. Endi bu pushtani yuqori qismidan e'tibor beramiz. Pastga suv tegadigan joyga mumkin emas, ariqqa yaqin bo'lishi kerak emas, tepaga ham qolib ketishi kerak emas. Chunki suvni namidan nam qilib o'sishi kerak. Mana shunday qilib lola uchun chuqurchalar kovlab oldim. Bu chuqurchalarni chuqurligi 15 santimetr. Mana cho'pni ko'rsangiz bilinadi. Bu yerdan bilinmasligi mumkin videoda. 15 santimetrlar qilib mana shunday chuqurchalar qilib olamiz. Bunday chuqurchalar qilib olish uchun hamma xohlagan narsasini ishlatish mumkin. Men bir xil bo'lishi uchun mana shunday o'zimda hakkandozim bor edi. O'shani dastasi 15 santimetr chuqurlikda bo'lgani uchun shuni mo'ljal qilib ekdim. Mana ekyapman. Mana shunday qilganda mana yerga kirib ketadigan darajada bo'lish uchun mana shunday qilib 15 santimetr chuqurlikda ekamiz. Hozir men bu yerga lola piyozlarni qo'yib chiqaman.